Dildora hoji onam, siz etganingiz etgan, deganingiz degan. Farzandlarni alohida qilish payti keldi. O'zingiz ham literaturada turasiz. O'g'ilchani eski uy bozori o'rniga tushgan Art House kompaniyasi tomonidan qurilgan kvartiramiz chiqib qoldi. Rustam o'g'lingizga juda ham mos. Bitta qo'ng'iroq qilsangiz 1 daqiqada uyingiz oldiga yetib keladigan joy. Nabiralaringiz ko'p, o'ynashiga, plashatka ham bor. O'tirib bir pas tomosha qilishga netchi. Endi Art House kompaniyasi tomonidan qurilgan uyimiz 6-qavatida 2 xonali uyimiz chiqib qoldi. Kirishingiz bilan liftimiz bor. Kirishingiz bilan 10 tarafda bitta garderobli, kattagina zal, uni yonida ota-onalar yotoqxonasi bor, buni yonida bitta oshxona, yonida sanuzuli bor xonadon chiqib qoldi. Endi 67 kvadratli xonadonimizni narxini $64,000 baholab qo'yganmiz. Rustam o'g'lingizga juda ham mos uy bo'ladi. Shuni raqam qoldiramiz, qo'ng'iroq qilib barakasini qilishingiz mumkin. Sog' bo'lasiz.